ko'pchilik o'ylaydi modellik juda ham oson, juda ham yaxshi, yengil pul topasan, maza qilib yurasan, maza qilib yashaysan. Bu faqat tashqaridan ko'rinishi. Men o'zi boshida oddiy labo hadirdim, dasturchilik qilardim. O'shandan уже menda aktyorlikka bo'lgan qiziqish bo'lardi oldin. Yoshligimda aktyor bo'laman deb qolirdim. Hali ham shu narsa. Prosta modellik bu zinani birinchi pog'onasi. Zina chiqish kerak hamma narsaga. Bitta sakrab chiqib bo'lmaydi. O'zimni ko'rinishim yoqmasdi. Oldin qolasizlar rasmimni, videolarimni beraman, juda ham ko'rimsiz bola bo'lganman. Ozg'ingina, xunukkina. Ozg'ingina. Yo'ldim, men natural ketaman dedim. Natural 1 yilda juda yaxshi formaga erishdim. Shogirdim 2 haftaning ichida 15 taga yetdi. 3 ta shogirddan 15 shogirdga yetdi. Yana boshida 3 ta shogirdim tekin edi ular. Ketmaga 4-5 marta o'tkazib olsangiz, sizda psixologik travma paydo bo'ladi. Bu odamda Koreya kelishimni ham o'zi boshlanishi shu modelligimdan boshlangan. Meni vizamni ham, biletlarimni ham, bu turar joyimni ham, hamma narsamni agentstvam qoplab beradi. Nech pul topasiz? Bu juda yomon savol. Men qanaqa bu darajaga yetishsam bo'ladi deyish bu yaxshi savol. Da, уже Xitoy bilan kontrakt imzoladim. Aytganimdek, yaxshi gonorar evaziga. Уже meni bu birinchi garantimda, birinchi yaxshi topishim bo'ladi.